Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Dunyo tashlaridan charchab qolmayapsizmi? Dunyo tashlari hammasi o'tkinchi. Boriga shukr. Hammasiga shukr. Salomatmiz, to'rmijamiz sog'-ku, to'g'rimi? Hali qo'limiz sog', narsamizni olish uchun, haligi hojatlarimizni chiqarish uchun hammasi uchun qo'limizni sog' salomat qilib berganiga ham shukr. Eshitish uchun quloqimizni ham salomat qilib berganiga ham shukr. Oyog'imizni butun qilganiga shukr. Oyog'imizni aytmaysizmi? Hali hojatimizni chiqarishimiz uchun ham, keyin hali o'ylagan manzilimizga yetib olish uchun ham hammasi uchun shukr. Bizni to'rmijamiz sog' qilgani uchun yaratganga shukr. Hamd sanolar bo'lsin. Shu qatorda men Rijanoy non haqida sizni eslatib aytmoqchiman. Rijanoy nonni foydali tomonlari. Bu semirtirmas ekan, qarang. Organizmda buni qonda xolesterin yig'mas ekan. Yoshi qarilarimiz uchun ham foydali. Hozir anaqa biz baribir semiradigan vaqtimizga 30 dan oshgandan keyin sekin-sekin organizmda o'zgarishlar boshlanadi-ku, shunda ko'proq shu Rijanoy nonni ham yeb tursak, qarilarimiz uchun ham foydali, ham quvvatli deng. Shunga hozir meni buni kim berganini aytasizmi? Gulchiraxon Ovsinjonim bor. Baraka topsin. Shu nimaga bu 18 yoshda bo'lib yuradi desam, qarang, Rijanoyni yer ekan. Nimaga biz ovqatlanib turganimizda ovqat yemaydi? Qornim to'q deb turadi desam, bu Rijanoy non bilan vaqtida ovqatlanib olar ekan. Kechki ovqat yemaydi-da. 18 yoshda bo'lib chiroyli bo'lib turaveradi-da. Qarang, foydasini bu Rijanoy nonni bu eskitdan yeyman, opa deb menga ham olib kelib berdi. Mana hozir shundan 3 belagi qoluvdi. Sizlarga syomka qilaman, har kuni syomka qilaman deyman, tashab qo'yaman deyman, bo'lmaydi-da. Shuni yeylar. Qarilar uchun ham anaqa foydali. O'zimizning 30 yoshdan tepasi uchun ham foydali. Hali yomon kasallarni oladida, oldini oladi demoqchiman. Hali to'g'ri nonimizdan ko'ra, to'g'ri nonimiz kuchliroq u. To'g'ri undan bo'lgan nonimiz demoqchiman. Gaplarim almachalma bo'lib ketadi, endi eshitib, ana bo'g'ilib qolmaysizlar endi. Men notiqlik san'ati bo'yicha mutaxassis emasman deb har bir kadrimda aytib o'tib ketyapman-ku, meni achchiqlaring ham chiqmasin. Bir eslatish uchun foydali, anaqa nasihatli, anaqa foydali gaplik uchun aytyapman. Sizlardan ham uyalib ketyapman. Odam yo'q bo'lsa ham shu syomka qilish, gap topish, hali har bitta so'zni ketma-ketligini topib olish juda ham qiyin ekan. Baraka topinglar, kunlaring xayrli o'tsin. Foydali, manfaatli bo'lsin deb qo'yyapman ataylab.